bir amerikalik boy kasal bo'lib qolibdi. Unga hech kimda qoni tushmayotganimiz butun dunyoda. Oxiri keyin internetga e'lon berishibdi. Kimda qoni shunga tushsa shu $100,000 beramiz deydi. Hech kimda qoni tushmabdi. Oxiri o'zbekistonlik bir qishloqdan bir Mamarayim akani qoni tushyapti. Bu aka hammadan pul olib, odamlarni erta beraman, indin beraman deb bir balo qilib aldab yurarmish. Keyin bu internetdan yozibdi, mening qonim to'g'ri keladi deb birdan u Amerikadan delegatsiya bilan bir samolyot odam kelib, akani uyga kelib, rasmlarga, videolarga olibdi-da Amerikaga olib ketishibdi. Borgandan keyin yana tekshirishibdi, haqiqatan ham qoni to'g'ri keladi, davay qon guruhi to'g'ri keladi, qon qo'yamiz desa, aka bermayman. Oldin pulni bersalaring, keyin beramiz. Ya, aka bu kishi shunday boy badavlat odam, sizga yolg'on gapirmaydi, aldamaydi. Qoningizni qo'yasiz, yo'q deb. $100,000 olibdi-da, keyin qonini beribdi. Hamma narsa zo'r joyiga, qon tushibdi, boyagi o'ziga kelib tuzalibdi, keyin qaytishda xayrlashib ketayotgan ekan. Muxbirlar so'rayapti, nimaga siz bu boy odam bo'lsangiz, birinchi pulni olib keyin beraman deb ishonmadingizmi shunchayam? Aka, nima deysiz debdi. Bunga hozir meni qonim tushgandan keyin erta beraman, indin beraman deb meni sil qilib yuboradi debmish.